12 may 2026 yıl. Dostlar görüp turganınızda Amudaryoda suvni chiqib olmasangiz, Amudaryoda suvlarimiz xudo xolasa mo'l bo'layotir. Ishyo'llar ham, chayalari ko'rinib turibdi, уже suvning ko'tarilishi yaxshi. Suv yaxshi kelib turibdi, bu yon tarafdan oqib turibdi. 12 may kunini hozir video syomka qilib turibmiz. Suv kelib turishi, natishi yomon emas do'stlar. Amudaryoni sog'ingan hamyurtlarimizga tashab qo'yamiz, bir like bosib qo'yamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsak obuna bo'lib qo'ying. Musofirda yurgan hamyurtlarimiz sog' salomat ishlab turib oila bag'rina kelsinlar. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Amudaryoda suvni ichib olmasangiz, 2026-yil 12 may kunida suvni. Uje yaxshi oqib turibdi, arallar ham yomon emas. Suvimiz ko'p bo'lgani yaxshi, sababi dehqonchiliklarimizni, chorvamizga foydasi bor. Do'stlar. Amudaryoni sog'ingan do'stlarimizga tashab qo'yamiz. Sog' bo'linglar.